Haqiqatni so'rayman. Klip syomkasida aktrisani geylik bosib ketgani yuzasidan sud boshlandi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish vaqtida yo'l transport hodisasiga uchrab og'ir tan jarohati olgan aktrisa Sabrina Jaborova haqiqat yuzaga chiqishini umid qilishini aytdi. Sudlanuvchi Semini klipga jalb etgan Ahad Qayum u boshqa syomkalarda yaxshi haydaganini aytdi. Bu voyaga yetmagan qiz avval ham bir necha marta rolga o'tkazilganini tasdiqlaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida 16 yoshli shaxsning klip syomkasi vaqtida yo'l transport hodisasini sodir etgani bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea 2024-yil noyabr oyida xonanda Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida ro'y bergan. Unga voyaga yetmagan aktrisa Semi Mercedes-Benz avtomobilida boshqa aktrisa Sabrina Jaborova va yana bir fuqaroni bosib ketgan. Holat yuzasidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mening yurtim telekanali xabariga ko'ra 8-may kuni bu jinoyat ishi sudda ko'rila boshlagan. Hodisa yuzasidan sud tibbiy va avtotexnika ekspertizalari o'tkazilgan. Sabrina Jaborova og'ir, boshqa bir jabrlanuvchi yengil tan jarohati olgan. Jaborova yo'l transport hodisasidan so'ng og'ir jarohatlar olib, dastlab O'zbekistonda, keyinroq Turkiyada davolanib qaytdi. Suddan haqiqatni so'rayman. Mening sog'ligimni ko'rib turibsiz. Chalajon bo'lib qoldim. Tura olmayman. Yarim nogiron bo'lib qoldim. Har bir operatsiya ko'rish qobiliyatimga ham ta'sir qilyapti. Albatta, Ozoda Nursaidova pul to'lab operatsiyamizga yordam berdi degan jabrlanuvchi telekanal muxbirlari bilan suhbatda. Haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqargan sudlanuvchi qizning onasi esa qiziga mashina boshqarish haqidagi topshiriqni syomka guruhidagilar berganini aytdi. Oyog'idagi krossovkani yechib, kablik kiydirishgan. O'zlaringiz bilasiz, kablik bilan mashina haydash mumkin emas. U haydamayman, hayday olmayman deganiga qaramay, haydashing kerak, ssenariyda ko'rsatilgan deb unga komanda berilgan. U yosh bolada qilishim kerak ekan deb haydagan. Syomka guruhidagilar buning yosh qizligini, pravasi yo'qligini bilishi kerak edi-ku. Xavfsizlik texnikasini ta'minlash kerak edi-ku degan sudlanuvchining onasi. Semini klip syomkasida jalb qilgan rejissyor Ahad Qayum unga mashinani boshqarish topshirig'ini u bermaganini aytdi. Shu bilan birga qizni klipga tavsiya etayotganda mashina haydashni biladi deb aytganini tasdiqladi. Mashinaga o'tirishini aytmaganman, lekin haydashni biladi deganman. Boshqa syomka jarayonlarimizda yaxshi haydagan. O'ylab qarasam, shu juda ham xato bo'lgan dedi. Sud jarayoni jabrlanuvchining advokati iltimosiga asosan 14-mayda qoldirildi. Advokatga ko'ra, Sabrina Jaborovaga ish hujjatlari bilan tanishish uchun vaqt kerak edi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil kuzida ro'y bergan voqea haqida aktrisa Sabrina Jaborova 2025-yil mart oyida o'z sahifasida ma'lum qilganidan keyin bu ish jamoatchilik e'tiboriga tushgandi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.